Sharif shahrimiz Buxoro tarixidagi birinchi marotaba, ya'ni birinchi an'anaviy zoddor qo'ylar ko'rgazmasida barchangizni ko'rib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Bugun 100 dan ortiq chorvachilik bilan shug'ullanadigan yurtdoshlarimiz ushbu yuqori darajada tashkil etilgan ko'rgazmamizda ishtirok etishmoqda. Buxoro viloyat veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish boshqarmasi boshlig'i marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar, hurmatli buxoroliklar, hurmatli qo'shni viloyatlarimizdan kelgan aziz do'stlar. Birinchi marta Buxoroda an'anaviy to'y ko'rgazmasi o'tyapti. Biza kutgandan ko'ra ancha ko'p odam keldi, juda ham xursand bo'ldik. Yangi Arashan parodasini Buxoroga o'zimizga bir taqdimotiday bo'lyapti-da bu. Ko'rgazmasini olqishlaringiz ostida ochiq deb e'lon qilamiz. Mana birinchi qo'chqorimiz maydonga chiqdi. Ikki tish qo'chqor. Mana bu Sezgir qo'chqorimiz 4,5 yoshda. Buni ham qo'ziligida biz Qirg'izistondan olib kelganmiz. Qo'chqorlarni tanishtirib o'tamiz. Abdulloh Sharipovdan olib kelingan velikoletniy degan qo'chqor bor edi, o'shani o'g'li bu. Bu 2 yoshar qo'chqor. Ana bu qo'yimizga Kleopatra laqabi. Shu Kleopatraga ana bu qo'chqorimiz qo'shilgan. Bu Sharpiyni nevarasi. Ana shu ikkalasidan mana bu qo'zi tug'ilgan. Ana ko'rib baho berib qo'yinglar. Hamma sizga havas bilan qarayapti bu qo'chqoringizga. 2 yil bo'ldi buni olganimga, qo'zi payti olganman. Starik liniyasi. Boss liniya qo'chqor 2 yosh 7 oylik bo'ldi. Sezirni o'g'li, Krasavchik liniya 7 oylik qo'zi. Bu qo'yimiz Karablevskiy liniya, bo'yi 98, vesi shu 135-140 kg atrofida. 6 tishga o'tgan. Bu qo'chqorimiz yosh 2 yosh 4 tish. Liniya botiya. 2 marta nasl olindi. Bollari yaxshi tushdi. Bu qo'chqorimiz Sezirni qizini o'g'li. 11 oylik qo'chqor. Bu qo'chqorimiz hozirda 4 tish bo'ldi. Qo'chqorimizda onasi bor 6 tish. Bu Landraz liniya bilan Qirg'izdan kelgan. Qo'chqorimiz 6 tish hozir. Grizning nevarasi. Laqabi Gerkules 175 kilo. Bizani kuzatib boringlar, xudo xolisa mana shunaqa chiroyli ko'rgazmalarga sizlar kela olmasa ham o'zingizlar guvoh bo'lasizlar.